alaykum hammaga. Men sizlar bilan Yahyobek. Men sizlar bilan hozir kambag'alman kirib turgan yerda kichkina boshqacha. Endi kambag'allik ketdim. Meni pulim tugab qoldi. Men hamma pullarni ishlatib yuboribman, sovurib yuboribman. Demak biz boshladik. Mana bu bizga topshiriq aytdi. Hozir biz chort olaylik telefonni. Assalomu boy, nima aytdingiz bizga? Menga nima aytdingiz? Bor ko'kda menga olmos olib kel 5 ta. Xo'p, mana kekiz olib turibman. Olaman. Men ketdim olib kelaman. Hozir olamiz. Oldu. 5 tanegina olmaz. Ana boy, sizga 5 ta olmaz. Qayerga qo'yay buni? Sandiqqa qo'yib qo'yaver kirgan bilan birgalikda. Xo'p, mana sandiq, mana 5 ta olmaz. Boy, mana o'zicha nimaga turibdi? Bu bilan ishing bo'lmasin, aralashma bu narsalarga. Xo'p. Amarasi ichim qizityapti. Shuncha nimaga turganmi? Nimaga turibdi-kin? O'ylab ko'ramiz. Balkim bu narsalar ko'ribdi. Balkim. Men o'zim polizimda ishlayman. Men kambag'al bo'lib ketdim. Polizim o'lmabdi. Hozir chiqmabdi polizimdan. Demak, sekin polizimizni yig'ishtirib olamiz. Polizni yaxshiyam berib o'rganim yo'q. Polizim meni boqib turibdi. Shundan menga ovqat kelyapti. Endi qo'shniman. Verstakida men bularni nonga aylantirib qo'shnim bo'lmasa kerak. Qo'shni qizsi verstakisa aylantirib yuboraman ularni nonga. Aylantirib yuboray qo'shni. Ana bo'ldi. Shu bilan qonimiz tugsamiz. Amarasi ichim qizib ketyapti. Nima bo'lsa bu ochib ko'raman. Menga lekin birinchi o'rinda kirka kerak menga bolalar. Qizlar kirka kerak. Ichim qizib ketyapti o'zim. Nima borligida? Nima bor ekan? O'ylab ko'rish kerak. Nima borligini hattoki men ham bilmayman. Boy menga har doim ish aytadi. Lekin ashta nimaga faqat ashta turibdi. Tashamaydi ham. Verstakda olamiz. Topgan jundalaqni men xap bo'lmasa kerak. Men tanishim yerda. Endi sekin cham bolalar. Voy eshitib bo'lmasin, men hozir o'layman. Ichim qisib ketyapti, men tura olmayman. Olmoslarda yog'och kirka kovlanmaydi. Shuncha olmoslardan ketamiz. Yaxshi. Qancha bor ekan endi boy tuygacha? Chamaroqdan olamiz. Yaxshi. Shu borgan sari qorong'i bo'lib ketyapti, hamma yo'q. Boy tuyga tezroq kelsam. Boyni podvalga, ya'ni qanchadan keyin boyni podvali? Men bilmayman-da, sanab ko'rmagan qaranglar.
Hani bitta, ikkita, uchta, to'rtta, beshta, oltita. Oltidan keyin boyda patval kerak ekan. $20. Boyda patval chiqishi kerak, nimaga chiqmadi? Men bitta fakir yasab olay. 4 ta fakir yasab olsam hammasi to'g'ri bo'ladi. Mana shu men hozir fakir yasab, boyda yo'q, mashlab ko'lib ketsam, patvalga kiraman. Boyda patval qachon kelarkan endi? Boyda patvalni chuzin. Keyin keladi. Tepada qolib ketmadimikin? Boyda patval tepada qolib ketmadimikin? Hani bo'pti, demak kechqurun tushish kerak. Men kechqurun shuncha kutib turaman, boy kechqurunda uxlaydi. Men sizlarga men boy ishini qilib turaman. Necha boy ishini men qilib turaman. Shu kerak narsalarda. Assalomu alaykum boy. Va alaykum assalom, so'rashdi-ku. Mayli, sizga daraxt chopib beraman. Mayli. Xo'sh. Demak, menga pul berasizmi? Ishlaganim uchun 5 ta olmos olib keldim. Bitta go'shavon. Rahmat. Shu. Hamma yaxshi. Daraxt olib kelsam bo'ldi. Sizlarga aniq bo'lmasligi uchun men zeriktirmayapman sizlarni. Kechqurun tushasan, boyda biz o'maramiz. O'marib ketamiz, o'zim boyda biz. Yetsa kerak shuncha daraxt tez chopib qo'ydi, hamma bo'laveradi. Shuncha ham bo'laveradi. Assalomu alaykum mer. Assalomu alaykum mer devoribman. Yana so'rashdi. Mana sizga men o'zim dushmanim. Hali ham qiziqyapman o'richa nimaga turganimni. Qiziqmay qo'yaver, yo'qol endi. Hop. Yana shu masala kelgandan keyin o'zini g'alati tutadi. Yaxshi, men sizlarga videoni to'xtatib turaman. Boy uxlay tashlaylar, biz o'maraga. Va nihoyat kechqurun tushyapti. Boy uxlaydi bunaqa paytda. Demak, sekin gapiraman endi bolalar. Sizlarga sekin gapiraman. Chunki men patvalga tushyapman. Nima? Haqiqiy. Plaskelet. Boy qotil ekan. Qochdi. Jim. Boy qochdi. Boy biz ushlab olmaslik kerak. U bizni ko'rganimizni biladi. U parvozlar teshiradi har kuni. Qochdi. Keyingi videolarda sizlar bilan ko'rishib boraman. Men sizlar bilan Yahyo bo'ldim. Hammaga xayr, men qochaman bu qishloqdan.